So'nggi yillarda O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi hamkorlik munosabatlari ko'plab yo'nalishlarda tobora rivoj topmoqda. Poytaxtimizda bo'lib o'tgan ikkinchi O'zbekiston-Xitoy ta'lim forumi ham ana shu aloqalarning uzviy davomi bo'ldi. Hozirgi lavhamiz ayni mavzuda. Ipak yo'lining azaliy hamkorlari O'zbekiston va Xitoy o'rtasida rivojlanib kelayotgan savdo-iqtisodiy, ilmiy, ma'rifiy va madaniy aloqalar bugun fan ta'lim sohasida ham ijobiy tendensiyani yuzaga keltirmoqda. Ikkinchi O'zbekiston-Xitoy ta'lim forumiga bugun mamlakatimizning mezbonlik qilishi bu munosabatlarning yanada rivoj topishiga hissa qo'shmoqda. Qayd etish kerak, forumda O'zbekistondagi 160 dan ortiq ta'lim muassasalari hamda Xitoyning turli oliy o'quv yurtlari va kasb-hunar markazlarining professor-o'qituvchilari ishtirok etdi. Forum doirasida 20 dan ortiq shartnomalar hamda 10 dan ortiq har xil qo'shma dasturlar, markazlarni tashkil etish ko'zda tutilgan. Hozirgi forumimizda 500 dan ortiq ishtirokchi ishtirok etmoqda. Bundan Xitoy tarafdan 100 dan ortiq oliy ta'lim muassasalari, 40 ta 50 taga yaqin professional ta'lim, kasbiy ta'lim muassasalari va 30 ga yaqin katta yirik korxona tadbirkorlari ishtirok etmoqda. Mazkur forumning asosiy maqsadi bu ikki davlat o'rtasidagi fan, ishlab chiqarish, innovatsiya va ta'lim sohasida hamkorlikni yana bir yangi bosqichga olib chiqishdan iborat. Muhokamalarda raqamli transformatsiya sharoitida kadrlar tayyorlash masalalari hamda kasbiy ta'lim, ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasini rivojlantirish kabi yo'nalishlarda sho'ba yig'ilishlari o'tkazildi. Hamkorlik memorandumlar orqali biz Xitoyning yetakchi oliy ta'lim muassasalaridan qo'shimcha grantlar olamiz. Bu grantlar albatta O'zbekistondagi talabalarni xorijda qisqa muddatlik, uzoq muddatlik malaka oshirish, ta'lim olish imkoniyatlarini yaratadi. Albatta bu yangi tajriba orqali biz kasbiy ta'limni rivojlantirishga, sun'iy intellektni rivojlantirishga, bugungi kunda o'sha xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash orqali yoshlarimizni o'sha bilim olishga imkoniyatlarini kengaytirishga bugun o'sha davra forum bizga imkoniyat yaratib beryapti. Biz oldimizga kamida 5-10 yillik strategik rejalarni belgilab olamiz. Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi do'stlik aloqalari, ayniqsa ta'lim sohasidagi hamkorlik yil sayin mustahkamlanib bormoqda. Masalan, 2017-yil boshlarida Pekin chet tillari universiteti talabalarini O'zbekiston davlat jahon tillari universitetiga o'qishga yuborgan edik. Ilk bakalavr talabalarimiz O'zbekistonda 1 yildan ortiq tahsil olib, Xitoyga qaytgach, o'zbek tilini yanada chuqur o'rganishni davom ettirmoqda. Kelgusida bu hamkorlikni yanada kengaytirishni rejalashtirganmiz. Uchrashuvda asosiy e'tibor sun'iy intellektni joriy etish hamda ta'lim, fan, ishlab chiqarish integratsiyasiga oid dolzarb masalalarga qaratildi. Ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirish maqsadida bir qator memorandum va shartnomalar imzolandi. Bir hafta oldin hurmatli prezidentimiz tomonidan kasbiy ta'limni tubdan isloh qilish bo'yicha farmon va qarorlari e'lon qilindi. Uning asosida O'zbekistonda yagona kasbiy ta'lim siyosatini yurituvchi yangi tuzilma kasbiy ta'lim agentligi tashkil etildi. Aynan shu yo'sinda biz bugun Xitoy Xalq Respublikasi bilan navbatdagi ta'lim forumida ishtirok etyapmiz. Ta'lim forumining bizga eng asosiy nuqtalari bu O'zbekiston va Xitoy Xalq Respublikasi texnikumlari o'rtasida alyansning tashkil etilganligi. Alyans bir necha yillar davomida faqatgina o'qituvchilarimiz Xitoy Xalq Respublikasiga yuborilgan bo'lsa, mana navbatdagi bosqichga yetib keldik. Almashuv dasturini O'zbekistonda joriy etishni ham muhokama qildik. I'm the Deputy General Secretary of the Alliance. Men Xitoy O'zbekiston kasb-hunar ta'lim alyansining vakiliman. Ushbu forumga taklif etilganidan juda xursandman. Bizning alyans Xitoy va O'zbekiston ta'lim vazirliklari tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Men uni 2024-yil sentyabr oyida tashkil etganman. Oradan 1 yil o'tib 140 dan ortiq Xitoy va o'zbek kasb-hunar kollejlari hamda texnikumlarini birlashtirdik. Ular orasida elektrotexnika, avtomobilsozlik, axborot texnologiyalari, farmatsevtika, tibbiyot, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalar bor. Alyansning asosiy vazifasi O'zbekiston va Xitoy kasb-hunar ta'limi sohasidagi hamkorlik loyihalarini amalga oshirish uchun platforma yaratishdir. Biz Xitoyning sanoat va kasb-hunar ta'lim integratsiyasi bo'yicha tajribasini O'zbekistonga joriy etishni maqsad qilganmiz. Umuman olganda mazkur forum ta'lim, ilm, fan va innovatsiyalar sohasida yangi imkoniyatlar yaratish hamda yoshlar uchun global bilim maydoniga yo'l ochish yo'lida muhim qadam bo'ladi.